Ya kesin endi shunaqa shakar qilgan. O'zini bo'lishini iltimos. O'rtog'i ham seni o'rtog'ing bo'ladi-da. Qanaqa o'rtoqqa bog'liq. O'rtog'ini yaxshilagisa, shuni yaxshi tomonlarini olasan. Yomon tomonlarini aytmayman. O'rgitdan kelgan ekanmiz. Bitta qarsak bo'lsin. Sizlarda men sizlarni ko'rishimga sababli shu odam. Otasiga rahmat. Kechirasizlar, mana she'rga o'tgan dam oluvchi o'rtoqlar. Hammamiz ham mana shu bir joyga kelib, shu saatga kelib, bir dam olib, sog'liqlarimizni tiklayib keluvdik. Mana bu yerda Obirjon qori og'aynimiz, ukamiz, xo'sh, mana bu yerga bu kichik akamiz Halimjon Jo'rayev. Ukamiz. Yanında xizmat ko'rsatgan ukamiz. Kishi mana bizni hurmat qilib, shuncha yo'l bosib kelibdilar. Katta rahmat. Kishini san'atlariga yana san'at qo'shilib, bundan ham ziyoda obro'-izzatlari bundan ham ziyoda bo'lsin. She'rali hofizli akalaridan bundan ham ko'p o'tirganmiz, ko'p suhbat qilganmiz. Bu kishini ham bola chaqalari bilan qo'shsa qadr baxtli bo'lib yursinlar. Mana ukamizni shunchalik hurmat izzat qilib bizlarni shu yerga kelib mana sizlarni qatorlaringga bizlar o'tiribmiz. Shu hurmat qilib kelganlari uchun katta rahmat. Bola chaqalarning huzurini ko'rib, nima tilak niyatlari bo'lsa, Xudoyim taolo yetkirsin. Hamma vaqt shunday yaxshi kunlarda uchrashib, o'rtoqchiligimiz, jo'rachiligimiz abadiy bo'lib, nima xizmat bo'lsa, bizlar ham tayyor, bu kishi ham nasib bo'lsa xizmatga tayyor yigit, juda yaxshi inson. Mana she'rga o'tgan qo'l ochib omin degan yigitlarni, qizlarni, onaxonlarni ham nima tilak niyatlari bo'lsa Xudoyim yetkazsin. Hammamiz sog' salomat bo'lib, bola chaqani oldiga yetib boraylik. Va Halimjon Jo'rayevning ham ishlariga katta muvaffaqiyat. Sog' salomat bo'lib, bola chaqani huzurini ko'rsinlar. Alloh. Katta rahmat. Endi biz Andijonda shunaqa odat bor. Gapirgan Samarqandda ham bor-da. Gapirgan odam o'ynaydi bizni. Ro'zi daroz kushna